bir jurnalistikaga yaqinroq fanlar bo'yicha o'qigani tuzukroq, yaxshiroq. Misol uchun teatr va rassomchilik institutidan ham juda ko'pchilik keladi. Aktyorlar ko'proq sharhlovchilikka bo'lgan narsalar ko'proq jurnalistlarga qaraganmiz. Matn yozadigan jurnalistlar, radioda ishlaydigan jurnalistlardan ko'ra o'sha teatr va rassomchilikda o'qigan yoki madaniyat institutida o'qiganlarda yaqinroq. Chunki ko'p sharhlovchilar bor-da, haqiqatan shunaqa. Tayyorgarlik avjida do'stlar. Intervyu ololmayman hech kimdan, rozi bo'lasizlar. Hatto men hozir hamma to'planib qolganiga ko'rsatib turishim ham noqulay tuyulyapti. Ben sizga ko'rsataman deb o'ylamayman. Mana ikki o'rtoqning bir-biri bilan tepishayotganini ko'rsatyapman deb o'ylabman. Baquvvata ko'z tegmasin. Iqtisodni bitirgan bo'lsangiz, iqtisodda ishlang. Iqtisodiyotimizga manfaat keltiring. Hamma endi sharhlovchi bo'lish shart emas. Abbos ham borib oldi. Hozir kirishadi. Uchovlon. Shu o'lchagichlar kiyib olindi. Qiziq manzara. Yozyovondan o'tishyapti. Salom sizga ham terma jamoaga. Rahmat, salomat bo'ling. Nima gaplar? Chiqmadi hozir. Falonchi yo'q, kim yo'q, bu yo'q deyapsizlar. O'sha hali Eldor ko'rinmayapti, sekin-sekin kerak. Eldor ham tutilgan ekan. Endi ko'rinadi. Cannavaro bilan turibdi birgalikda. Endi italyan tilini ham biladi, bemalol gaplashadi. O'zi ham Rimda o'rgangan italyan tilini. Birdan chiqa olamizmi? Endi real voqelikni ko'rib turibsizlar. Allamay qo'ya qoling, juda qiyin. Chiqib qolsa bu bir bosh baland sakragan bo'lamiz. Qahramonliklar evaziga chiqilgan bo'ladi. Shundoq oddiy chiqib bo'lmaydi. Bu guruhdan oddiy chiqib bo'lmaydi. Shunaqa Namangandan salom, salomat bo'ling. Yaqinmiz, yetargan. Yollar ketib qolgan yo'q-da. Katapultni kiyib oldi. Nima gaplar? Menimcha rosa Atlantaga borsanglar, Atlanta kampu aylanamiz. Muzeylar bor ekan. Atlantada 96-yili Olimpiada bo'lgan, ana shu park bor ekan, Olimpiada parkiga bormoqchimiz, xudo xolasa. Men uchun juda katta xotira Olimpiada. O'shanda Nigeriya borgan. Boya videoda rosa gapirdim-ku. Futbolni haligi tushunib, haligi jurnalist bo'lib yozayotgan paytimda Baggio, Italiya, Nigeriya yo'q mana. Nigeriya bilan Portugaliyada o'ynayapti. Portugaliya o'z jahon chempionatida o'ynamaydigan jamoalarni tanlagan shekilli, ya. Chili, Nigeriya, O'zbekiston terma jamoasi ham shu paytgacha o'ynamagan u. Shu o'ynamaganlar bilan o'ynab ko'rishimiz kerak. Shu o'ynamagan jamoa bilan o'ynaymiz-u deb turib, o'shalarni tanlaganmikin, Qitmirchi. Qoraqalpog'istondan salom. Salomat bo'ling. Qashqadaryo salom, salomat bo'linglar. Navbahor muxlisi bormi? Bor bo'lsa salomat. Gaplashib ketaylik endi hozir. O'zi menimcha Navbahor fan klubining fanatlarining, muxlislarining chatlari boshqalarga qaraganda son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadi, to'g'rimi?
Marojniy xususida gapirib o'tdim. Marojniy shirin. Marojniy hamma joyda shirin bo'ladi. Va o'sha gap boya gap. Odatda bu gapni o'zi diyoridan tashqariga chiqib marojniy yeganlar gapiradi. Bu eski. Yemayapti. Burada bu yoqqa ketayotgan edi. Kelinglar dedi. Yulduzlarni chaqirib olishyapmiz. Mana o'zi o'chirmoqchi edim o'zi, yana ozgina. Juda qiziq ekan. Menimcha gol haqida gaplashishdi deb umid qilamiz. Hozir jurnalistlar ham kelishsa kerak, nimaga deb jurnalistlar yetib kelishmayapti. Only efir qilib yaxshi bo'ldi. Ancha o'z videolar yozib yurish yoqmasdi menga. Tayyor material paydo bo'ldi. Kongo bilan o'ynaydimi shu? Siz o'shaga savol berishdi, aka, o'yin paytida, ayniqsa milliy terma jamoamiz o'ynayotgan paytda o'yinchilarimizga gap bilan savol olasiz. O'yindan keyin uchrashganingizda yoki o'sha o'yinchi o'zi bilan e'tiroz bildirishmaydi. Bilishadi. Hammaning ishi bor, vazifasi bor. Agar bu shaxsiyatga o'tib bo'lsa, ortiqcha ma'noda tanqid qilinmagan bo'lsa, qabul qilishadi. Bo'lsani ham bu etikasiga kiradi. İtaliyaliklar Hamas kanalariga o'xshab sochini olgan. Duo qilyapti. Jonli efirdasizlar. O'zi mana shunday qovunni ko'rsatmoqchi edim deydi endi. Duo. Kayfiyat zo'r. Ko'pchilik menga yozdi-da, shu kayfiyat qanaqa ataylab uzoq vaqtdan beri jonli efirda turilyapti. Kayfiyatni ko'rsatish uchun. Mana ko'rdinglar. Kayfiyat zo'r bo'lyapti. Plus ana Fabio Cannavaro. Va uning yordamchilari. To'xtatamiz o'rtoqlar.